Bugun 13 dekabr 2025-yil. Kecha 12 dekabr kuni Farg'onada Enel Store'ga borib, kerakli mahsulotlarni olib keldim. Parkinson tufayli kundan-kunga vaznim ortyapti. Nahot 78 kiloga chiqdim. O'tgan oyda boshlang'ich startoviy nabor olgan edim. 2 kokteyl, Brain Effect, detoks oldim. 2,5 kilo tashlabman vaznim. Endi bugun mana astoydil hamma kerakli naborlarni bir oylik olib keldim. Bu paket pishiqroq bo'lgan, shunga sog'ib oldim. Ichida Enel paketi bor. Inshaalloh bir oy davomida astoydil harakat qilib vazn tashlashim kerak. Bo'lmasam kundan kunga vaznim ortib ketyapti. Parkinsonda bu yaxshi emas. Ahvolim og'irlashib qolishi mumkin.